12 dekabr kuchli portal ochiladigan kun. Osmon va yer energiyalari birlashadi. Bu portalda eski energiyalar yopiladi. Yangi yo'llar ochila boshlaydi. Karmangiz yunglayadi. Niyatlaringiz ro'yobga chiqa boshlaydi. Birinchi navbatda yomon energiyani chiqarib yuborasiz. Ikkinchi navbatda men kuchli energiya, yangi portalga ochiqman va uchinchida pulga, omadga ochiqman va soat 12:12 da butun koinotning eng kuchli energetik eshiklari ochila boshlaydi. Yil davomida bir marotaba sodir bo'ladigan portal 2026-yilning eng boyli, eng yengillik portali bo'lib kirib keladi. Buni faollashtirish uchun kommentariyaga "Men kuchli portalga ochiqman" deb yozib keting. Yanada ma'lumot kerak bo'lsa sizga Telegram sahifamizga murojaat qiling.